qilish kerak. Bu bola og'zini buzidiki, bu bola og'zini buzidiki emas. Meni shu Ömer Mahsum akashladim shaklan so'rasanglar, andan keyin bilisizlar, ishning avval tegitakini bilib, nimaga buzayotganimiz qilamiz. Chechalladimichu avval bir ishni lo'kchaklar qilib baqidi, lo'kchaklar qilib pek oshirib o'tgan chog'da aprab bizim burunma mahallada ashtaqdi bir ishlarga voy to'xtab turinglar, bunda lo'kchaklik bilan ish qilmanglar, ma jamoat hal qilsin dedi. Mana endi sizlarningki pichim kesadigan bir ishlarni qiladigan mana bir vaqtinglar keldi. Haqiqiy Allohning yo'lini tutgan bo'lsanglar, tugun shu vatanga biz qurolliq kirimiz deb tayyor turgan bo'lsanglar, niyat qilib olinglar, din bilan bir bo'lgan bo'lsa, qani bu ishlarga bir hukm pichib men mushningki javobini Nijat Turg'un apandimdan yo Ahmadjon apandimdan evalay. Men gap bak uzrab ketmasin. Asosli iddarimni, muddarimni tushundinglar deyman. Andan keyin yana bir sizlarga eskartish, bu nima uchun Dolqin Aysoninki yo'llarini ichib berib Amerikadagi amda bo'lgan chaqda uni uyoqishtirib qo'yib Avstraliyaga, Yaponiyaga ishtirib qo'yib o'zi islom ellariga kelib oldi. Nima uchun tuyuqsiz yog'liq chekib, nima uchun tuyuqsiz bu ishlar bo'lgan chaqda bu amda buning o'tib oldi desanglar, sizlarni Afg'onistonda qolib yetdi Ro'shan Abboslar. Meni bilib olinglar. Men sizlarga meni askartish deb demadim, menga da'vatgan gapimni hammasi chiqyapti. Bular qarindoshlar hozir Ro'shan Abboslar nima uchun mushlar vaqtda islom dunyosiga o'tib, islom dunyosiga yurish qilyapti degan chaqda qarindoshlar 30 yil Amerikaning demokratlarning quchog'ida o'ynab berdi. O'ynab berib Xitoyning Amerikaliklarning Xitoy bilan savdosi yoki Xitoyninki masalan bunday oddiy o'ylanglar. Ocham nada desa, Amerikadagi ba'zi bir pul topib Xitoydan pul topadigan kuchlarga yetadi. Yoqidi bu gap. Xitoyning ichidagi Xitoyning qaysi kuchlarga bo'lsin, bu armiyadagilarga olamdi yoki o'ngchilar olamdi, so'ngchilar, Jangpay olamdi, Wangpay olamdi, kimga bo'lsa yoqidi. Chunki zimin demadi, Xitoyni pachilib etmadi. Ocham nada dedi. Unda bo'lgandiki, ocham nada deb qo'yib, buni keyindagi kuchlar ishtirib, lobichilik qilg'izib, Xitoyga yomon ko'rinmay turib, pul tepatdi. Endi bo'lgan chaqda eliq bir vaqtida Madina Ibodin bilan bak yetishib kelsa, shoira bo'lib, davlat vatanparvar bo'lib da'vo chöp ketgan, hozir to'xtab qoldi. Bu Ro'shan Abbosmi, ablikim unda qil, munda qil degandan keyin demokratlarmi, yana birlarmi oldiga ishtirishga boshladi. Nega ishtirishga boshladi? Islom ellariga ishlar boshladi. Bularning qo'liga chiqib qolgan qurol-yarog' tutadiganlarning, bularning qo'liga chiqib qolganlarni ba'zi bir kuchlar qanday o'ynamoqchi? Qurolliq bir turkumlarni tarbiyalab, mushlar orqali ilayaga mangimiz, ilmiyaga mangimiz deb. Chunki Xi Jinping deb bo'ldi emasmi? Kishilik huquq, demokratiyani rasmiy qilib, Jungo bilan savdoda putima deyish, Jungo bilan Xitoy bilan biz bilan savdo qilma deyish, urushdan boshqa narsani aytmaydi deb agar signalni berib o'tgandan keyin bular ma sistemaga tushib oldi. Endi ilaqi qag'inni o'zinglar aqli o'shinglar, kallanglar joyida bo'lsa, nima ish qilganini sizlar o'zinglar bilasizlar. Buni qaysi kuchlar nima tariqada o'ynatmoqchi yoki nima qilmoqchi, bu azaldan namoz o'qimaydigan, butun hayoti buzoqchilik bilan bu Dolqinlar degan, bular degan Beyjingdan tortildi shudir. Misoli Dolqin Ayso Beyjing o'quvchilar harakatini chiqaribdi-yu, Beyjingda ish qilibdi. Bu qanday gap? Ro'shan Abbosmi shu Beyjingda yurgan. Bular shu Dangshaoning odamlari, o'kin Nurgul Savod xonim chiqargan bir kitobninkida shu tarbiyalanganlar degan, shu tarbiyalanganlarning bir parchasi bularmi? Xitoyni tillaymiz, Xitoyni qaqshaymiz, ustidan arz qilamiz, ammo Xitoydan ayrilmaymiz. Unda da'vo qilib, xalqni mutalobatga tiqib, indigenes qilgandan, bizmi bu yerda musofircha qilgandan, bo'ldi deb bayat qilib yashab o'tib ketgan bo'lsak, bo'lmasmidi? Necha million xalqmi o'lmas o'g'aydi, sallamin da'voga chiqqandan keyin, sallar chiqqandan keyin shu Uyg'urlarga ishsizlik bo'ldi, shuning bilan kishilik huquq deyishdan, sallar chiqib shuning bilan dinni uni buni deyishgan, diniy erkinlik degandan keyin vatanning ichida masjidlarni qisadigan bo'ldi. Bu 80-yil, 90-yillar nima unda ishlayapti? Abdunimda yashagan-ku, gapning to'g'risini qilgan chaqda. Yaşamaganmı ya? Biz kirattık o to'liq o'rtada o cuma namozlarga. Janub Şinjan tarafı, Janub Sharq Turkiston taraflari qandaq bilmayman. Biz kirattık qulchilarda, to'liq o'rta vaqtlarimizda, to'liq sizlarimizda. Battık o shunchalik bo'lsin. Hozir shu bormi?
Ma dava nega akab qo'ydi. Mushlarning quli orqali keldi. Natijasi mushu bo'ldi. Boshqa hech qanday natija yo'q. Mushu natija chiqdi bizga. Ama hala bugün kelgan chaqda ocham nadi degan odam kishilik huquq deganim yana birnim Guantanamoning ishlarini qilgan odamni hamma yoq qarib qo'yib tashlablam, mirtliq qiliblam. Izrailiyaga, Saudiyaga, anodikin shu Malayziyadagi islom millatiga Ravshan Abbos bu yo'lingni men kesib etaman. Senin öyle yalang'och ro'bashkiliklar o'tirib shangyanchik paraq ichib qo'ydi o'ttag'an rasmlaring, oblekim bilan yozishgan porn gaplaring, porn videolaring yetib ashudu har qaysi matbuotlarga va yoki ambasadlarga ashu sen kirgan to'shiklarga beradiganga. Sening yo'lingni men kesib o'tirgan narsa mana menda bor. Tushundingmi? Sen u ilaqi Manas daryosi bo'yida qurolliq Rahmat apandimlar bir to'xtib qo'yibdi-ku 5 yil. Ani sen o'ynayma deb xiyolingga keltirma. Ya'ni bir 5 yil qurolliqlarni tutqizib bu yerda uni buni kelishib Xitoy bilan bundaq ishlar bo'lib qolamdikin yoki anda bo'lib qolamdikin degan narsa qat'iy kallan keltirma. Bu yo'ldimi sen bunda mang'och bo'lma. Bu niyat maqsad iqbollaringga men hargiz yetkazmayman seninki. Menla hayot bo'ladi ekanman. Men to'g'ri hamid hayot bo'ladigan sango menga tegib akıllarimni akila ana yamanlarni Amerikadagi tegib tak etib chekaladigan bo'lsang kesib tashlayman, tushundingmi? Ishlatmayman. Sen Uyg'urning davosiga, sen Abbos oilasininki Uyg'urning davosiga emas, seningga so'linib ketgan, atalmish so'linib ketgan adammi 7 qitimga tegib 7 uyini buzib bo'lgan. Apangning axloqining qandaqligi qayerdan qayergacha dadangmi Xitoy bilan birlashib tunda chiqqan tabiiy pallalarga qilgan bilan virus yasash ishlarida hamma nimada sening dadangning qo'li bor. Shuning uchun o'limalar birligidagilar, ma'rif sepidagilar ma'vu haqiqatlarni anglab qo'yinglar, e'tiboringlarni berib qo'yinglar. Bir kunlarda apla mush hukmimiz to'g'ri debdiki deb uçakda kelsanglar u axmaydi. Uçakda men sizlarning o'zinglarga qaramayman. Shuningga Allohning yo'lini tutgan ekansizlar, Allohningki yo'lda mangan ekansizlar. Sharq Turkiston xalqini biz qurolliq ozod qilamiz deganlar sizlarga eng chetki 10 qanot deb o'zinglarni hisoblaydiganlar. Unda bo'lgandan keyin ma ishni bir qilib, ma bir ishni bir azod qilib bermanglar, ma ishni bir mustaqil qilib bermanglar. Aningdan keyin ma vatanning teshining sirtidagi ma bir problemni hal qilib baqaylikmi? Abbos oilasi qanchalik kuchinglar yetadi, qanchalik Qur'onning ahkomlarini, qanchalik dinni nagacha opirib, mash ishni bir hal qila olasizlar. Aningdan keyin ko'rib, ma akillarimiz bo'ladi ekan-ku, mana chiqadi ekan-ku deb o'chaqda bizmi kaynonlardan destaklasak bo'ladi. Nurg'un ishlar bo'lib ketdi. Jim tudinglar, maash to'g'risi va jim tumanglar. Bu bir. Ravshan Abbosninkini ajab dalanmaydi ekansizlar, g'o'lanma apandim. Umar Qanotninkini ajab dalanmaydi ekan, tullanmaydi ekansizlar. Ravshan Abbos ajab degan. Ravshan Abbos yomon. U haqiqatan yomon. Onunga muajiratni birdan-bir tetigan mana men. Voy ablekim deganda. Onunga birdan-bir muajirat tetigan mana men. Onundan boshqa hammasini qon qustiryapti, Rabiya Qodirni qon qustiryapti, yaqinda Dolqin Aysani qon qustiryapti. Diniy ishlar komissari amaldor Nuriy Turkinni xayli qilgan shu. Biladi chunki ularning axloqining nacharligini bilgandan keyin shu tiqavatgan gap shu. Eng oxirida siyosiy o'zgarishni qilib, ijroiy amal huquqini oldi Umar Qanotdan. G'ayyorning yiniga pulni qildiganni, pulni tekshiradiganni yiniga Mukarramni qo'ydi Kanadadagi Angliyaga Rahimaning bo'mo so'g'an. U yomon. Uningga teganmaysizlar, shu men bilmayman uni. Ba bichalarga tegislarda, yiningda dushmaning yiningda tursa, uningga teganmaysiz. U haqiqatan yomon. Yaqinda qurultayning ba'zi odamlar meni izlaydigan bo'lib oldi. Voy fikam, Ravshanning ashta bir videosi vatdi deb ba. Voy ayni vaqtda montajlayapmantinglar. Voy ya raskiya shu ashni bir Ravshanni bijnima qilgani bo'lsa. Qilmayman. Mening nima ishim menga naya? Bir-birsingni yeyishmamsa, osh xotin nochga, tumir ayolga shunchalik sachchiliklar bilan ashunda yuralgandan keyin u haqiqatan siyosatchiga, u qilinning qiliniga,
u yamanki u men teliqib qopdim unikini ko'rib. Haqiqatan u ertagan yüzün dapta qıpma ertagan meni aldım kelishdim yanmaydi o'xshaydi. U haqiqatan yamanki u shun qo'rqisizlar uningdan. Umar qanat teysanglar tag'dikining ishi chiqdi. Ro'shanga teysanglar otishkining ishi chiqdi. U yamanda u shu mavichalarga shu tegib o'ynaysizlar. Undaqqa 60 ni berib bersam yana shu avtonomniki deb